Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Tabib. Otam qalaysiz? Yaxshimisiz? Allah razı olsun. Qatdan kelding? Nur Afşan. To'ytepadan. Nima bo'lgan ota? Bu Turhaydan keldim. Hop. Birazdan keyin mikroinsult bo'ldim dedilar. Davolanishga boshladik. Ha. Tekshirishlar natijasida bo'ynimda grisha bor dedi. Belingda grisha bor dedi. Hozir endi operatsiya qilamiz, boshqa iloji yo'q. Og'riq bo'lyaptimi? Oyoq, ikkita oyoq ishlamay qolyapti. Qo'llarda kuchlar ketib qolyapti. Ikkita Bismillah. bo'ynim boshimda bor. Hop. Bismillahirrahmanirrahim. Xudodan. Bismillah. Allohdan so'rayman. Alloh. Allohim shu odamni Alloh. o'zini oldi yuzlarini yoriqgin Parvardigoriga. Yerni poshasini oldi yuzlarini yoriqgin. Allohim o'zingga ishonaman, o'zingdan najot so'rayman. Allohim. Alloh shifo. Yosh Xudo bitta ayol berib qo'ygan ekan, shu ayolim ham oyog'ini ko'rib qo'ying. Hop. Sizga qattiq ixlos qildim. Kechasi bilan iltimos qildim. Xudodan shu odamni elga yurtga berganing rost bo'lsa, o'zing g'oyibsan, g'oyibdan bering bu odamga. Amin. Nomardlarni telegramlarda ko'ryapman. Ey insonlar, mingtadan 10ta kasal tuzatsa ham natija-ku. Alloh rozi bo'lsin hammaga. His qildingiz hozir. Keldim, mana shu kelyapman. Qasani chetdan tashlab ketdim. Qani hozir? Bor. Sal yengillik bormi? Sal yengillik bor. Xudo xohlasa. Alhamdulillah. Alloh siz bilan ota. Allah siz bilan ham xo'jayini. Hammamizga Alloh tabiblarni xo'razi bo'lib beravering. Amin. Yomon ko'zlamalar saqlasin, la'nat. Isqitlardan ifloslar. Amin. Alloh rozi bo'lsin. Qo'llaringizga dard bermasin. Allohim. Qani his. Alhamdulillah. Bosing, qo'rqmasdan. Bosing, qo'rqmasdan. Hali yengilligi bor. Yengillik bormi? Necha marta kelaman. Oyoqda kuchi yo'q-da. Xudo xohlasa yaxshi bo'lishi. Endi-chi hayot momat bo'lgandan keyin shunaqa bo'lib qolarkan-da. Aka, siz zo'rsiz. Xudoga shukr. Siz kasal emassiz. Men umraga 14 da bordim. Bultur hajga bordim. Alloh yo'g'ayibini yana borasiz. Alloh rozi bo'lsin. Alloh ochib beryapti. Makkalardan bexasda uchrashib qolaylik. O'sha yerdagilar ham davoladingiz. Ozarbayjonga intervyu berdingiz, hammasidan xabarimiz bor. Ixlosim katta. Doktorlarni bir dokumentlarni olganman, oldiga tashiyman. Mana menga ularni qolgani hozirda. Hozir qanday his qildingiz hozir? Gapiryapman. Xo'p, bosing. Oling bosing oyoqni. Ha ota.